Bugungi bemorimiz yana CD tosh kasali bilan tosh CD'ning 3 ta sohasida, yuqori qismi, o'rta qismi va pastki sohada. Rus zabon kuzatuvchilar uchun kamina doroshka deyiladi. Uch taqasiga tiqilib qolgan. Toshlar katta, eski toshlar. Lekin qonda yuqori bo'lgani uchun hozir toshni ola olmaymiz. Bemorga buyrakni naychalash amaliyotini bajaryapmiz. Ya'ni dimlanib qolgan peshobni chiqarib yuboramiz. Buyrakdagi shamollash belgilari joyiga kelgandan keyin toshni olib tashlash harakatini qilamiz. Tosh tiqilganda buni boshdan o'tkazganlar biladi nima ekanligini. Chidab tishni tishga qo'yib tushib ketar, erib qolar.